Assalomu alaykum aziz Assalomu alaykum. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bayramingiz Kuch quvvat tilaymiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Xush kelibsiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sevaraxoning bayram sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizga ham rahmat. Oila izlatob ko'rsatuvini bunga o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan maxsus bayram sonini olib borishni Anvarbekka topshirsak nima deysiz? Juda ham yaxshi. Qanday bo'lar ekan? Axir bugun bayram soni bo'lsa, o'ziga xos mas'uliyati bor. Balki birgalikda olib boramiz. Xavotirlanmang Anvarbek. Bugun sizni o'qituvchilar qo'llab-quvvatlab turishadi. Albatta. Sizga omad tilaymiz. Menga avvalo bildirgan ishonchinglar uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman va albatta uni oqlashga harakat qilaman degan niyatda. Ana hakamlar ham kelib qolishdi. Sizlarni bayram bilan tabriklaymiz. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bayramingiz bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Bugungi Oila izlatob ko'rsatuvining bayram soni o'qituvchi ustozlar bilan bo'lib o'tadi. Musobaqada Samarqand va Jizzax viloyatlaridan maktablarning bir guruh o'qituvchilari musobaqalashadi. Ular Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabining Mirzacho'l hamda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabining Kattaqo'rg'on guruhlari. Marhamat, Mirzacho'l guruhi sardori Sayyoraxon opa guruh qatnashchilari bilan tanishtirsangiz. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilaridan tashkil topgan Mirzacho'l guruh qatnashchilaridan tanishing. Til va adabiyot fani mutaxassisi, bugun ko'rsatuvda bosh qotirma shartida Feruzaxon, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, xalq ta'limi a'lochisi, bugungi musobaqada pedagogik psixologiya fanidan Mavludaxon, rus tili va adabiyot fani mutaxassisi, bugungi musobaqada informatika fanidan Nodiraxon, ingliz tili fani mutaxassisi, bugun esa fanlardan beriladigan test savollariga javob berishga shay Nasibaxon va men Bahribat shartida Sayyoraxon guruhimiz sha'nini himoya qilamiz. Guruh sardori Sayyora opa hamda Mirzacho'l guruhi. Ana endi Kattaqo'rg'on guruhi sardori Haqiqatxon opa, marhamat, guruh qatnashchilari bilan tanishtirsangiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tuman 17-umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilaridan tashkil topgan Kattaqo'rg'on guruhi. Informatika fanidan Begzodjon, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, bugungi musobaqada pedagogika psixologiya fanidan javob beruvchi Dilraboxon, kimyo fanining mutaxassisi, bugungi bellashuvda test savollariga javob beruvchi Nurbuxon, tarix fanining mutaxassisi, bugungi musobaqada bosh qotirma shartiga javob beruvchi Navruzjon va men guruhimiz sardori Haqiqatxon, bugungi musobaqada Bahribat sharti bo'yicha guruhimiz sha'nini himoya qilmoqchimiz. Guruh sardori Haqiqatxon opa va Kattaqo'rg'on guruhi. Musobaqani boshlashdan avval uning qonun qoidalarini qisqacha tushuntirib o'taman. Musobaqa monitor ekranida ko'rsatilgan shartlar va fanlar asosida bo'lib o'tadi. Bular test topshirig'i, bosh qotirma, Bahribayt musobaqasi shartlari hamda informatika, pedagogik psixologiya, astrofizika va kimyo fanlaridir. Qaysi shartni yoki fanni tanlash, o'sha shart yoki fan yuzasidan beriladigan savol va topshiriqlarga javob berish o'z ixtiyoringizda. Buning uchun sizlardan monitor ekranida ko'rsatilgan shart yoki fanlardan istagan birini tanlash imkoniyati bor. Baholar ball sistemasida qo'yib boriladi. Ishtirokchilarning bilimlarini hakamlar kuzatib borishadi. Marhamat, ular bilan tanishing. O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi mutaxassisi Saidaxon Abdurahmonova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, kimyo fanlari doktori professor Tuyg'un Boboyev. Tarix fanlari doktori professor Diloromxon Bobojonova va fizika matematika fanlari doktori professor Alisher Mamatovlar. Bugungi musobaqada ishtirok etadigan savol va topshiriqlar internet saytlaridan olingan va u diskka ko'chirib qo'yilgan. Hozir men ana shu diskni hakamlar oldidan olib kelaman. Albatta bu diskni kompyuterga o'rnataman va barcha ishtirokchilarga birdek omad tilab, bugungi musobaqani boshlaymiz. Demak, kelishuvga ko'ra Mirzacho'l guruhi sardori Sayyoraxon opa
Shart yoki fanlardan birini sizlar tanlaysizlar. Biz guruhimiz bilan kelishib, test topshiriqlariga javob bermoqchimiz. Test topshiriqlari. Demak, kim javob beradi? Bu shartda Nasibaxon javob beradilar. Kattaqo'rg'on guruhi sardori Haqiqatxon opa, sizlardan kim javob beradi? Nurbuxon. Javob berish o'rniga taklif qilaman. Nasibaxon opa, mana siz ingliz tili o'qituvchisiz. Bugungi kunda ingliz tilining ahamiyati qay darajada deb o'ylaysiz? Chet tilini har bir shaxs o'rganishi kerak. Har bir shaxs o'rgansa, albatta katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Bu biz uchun hozirgi kunda juda yaxshi imkoniyatlar beradi. Ya'ni har bir shaxs ingliz tilini o'rganayotgani, nafaqat ingliz tilini, fransuz, nemis va boshqa tillarni o'rganayotgani. Demak, Nurbuva opa, siz kimyo fanidan dars berasiz. Bu fan haqida sizning fikrlaringiz? Mana inson tug'ilibdiki, avvalo yaxshi yashashga ehtiyoj qidira boshlaydi. Shunday ekan, kimyo fani hamma vaqt kerak bo'ladi. Ehtiyojlarimizni qondirish uchun mana yaxshi kiyinishimiz yoki yaxshi ovqatlanishimiz, yurish turishimiz, o'zimizni ongli rivojlantirishimizda ham kimyo fanining ahamiyati juda katta. Biz o'quvchilarning ongiga kimyo fanini singdirishimiz kerak. Ana endi test topshirig'i shartiga o'tamiz. Bu shart orqali sizlarning o'z sohalaringiz bo'yicha emas, balki turli fanlarga oid bilimlaringizni qay darajada ekanligi har bir fandan beriladigan bittadan test savollari orqali sinab ko'riladi. Oldilaringizda savol va uning variantlari bor. Sizlar 10 soniya vaqt ichida berilgan savolning to'g'ri variantini belgilab javob berishlaringiz kerak. Tarix fanidan. Mamlakatimizning 100 so'mlik milliy valyutasida aks etgan taqinchoq tasviri qaysi yodgorlikdan olingan? A. Tuproq qala yodgorligidan, B. Amudaryo xazinasidan, C. Dalvarzin tepadan, D. Xolchayon obidasidan. O'ylash uchun 10 soniya vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Marhamat, Nasiba opa, javobingiz. Dalvarzin tepadan. Sizning javobingiz? B javob Amudaryo xazinasidan. Mamlakatimizning 100 so'mlik milliy valyutasida aks etgan taqinchoq tasviri siz aytganingizdek Dalvarzin tepadan emas. Balki siz aytganingizdek Amudaryo xazinasidan. Javobingiz to'g'ri. Sizni 1 ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklaymiz. Keyingi savol adabiyot fanidan. Sulolasidan Sirojiy, Salohiddin Sohib, Samar Bonu kabi iste'dodli shoirlar yetishib chiqqan ijodkor kim? A. Shermuhammad Munis, B. Xo'janazar Huvaydo, C. Jahonotin Uvaysi, D. Zahiriddin Muhammad Bobur. O'ylash uchun vaqt ketdi. Sizning javobingiz. B javob Xo'janazar Huvaydo. B javob Xo'janazar Huvaydo. Sizning javobingiz? B javob Xo'janazar Huvaydo. Sulolasidan Sirojiy, Salohiddin Sohib, Samar Bonu kabi iste'dodli shoirlar yetishib chiqqan ijodkor bu sizlar aytganingizdek Xo'janazar Huvaydo edi. Tabriklayman. Navbatdagi savol estetika fanidan. Voizlik qanday san'at turi? A. Musavvirlik, B. Qo'shiqchilik, C. Notiqlik, D. Musiqashunoslik. O'ylash uchun 10 soniya vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Marhamat, Nasiba opa, javobingiz. C javobi notiqlik. C javobi notiqlik. Sizning javobingiz? C javob notiqlik. C javob notiqlik. Demak, qabul qilaman. Voizlik, notiqlik. Javobingiz to'g'ri. Yana bir bora sizlarni tabriklayman. Va mantiq fanidan navbatdagi savol. Hissiy bilishning ilk bosqichi nima? A. Idrok, B. Tasavvur, C. Sezgi, D. Tafakkur. O'ylash uchun vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Marhamat, Nurbuva opa. C javob sezgi. C javob sezgi. Sizning javobingiz? Menda ham C javob. Sizda ham sezgi javob. Demak, hissiy bilishning ilk bosqichi qoyil maqom javob bo'ldi. Haqiqatda sezgi. Sizlarni yana bir bor tabriklayman va navbatdagi savol geografiya fanidan.
Birinchilardan bo'lib, geografiyaga asos solgan, fanga geografiya, kenglik, uzunlik tushunchalarini kiritgan olim kim? A. Arastu, B. Eratosfen, C. Ptolomey, D. Fales. Marhamat, o'ylash uchun 10 soniya vaqt ketdi. Vaqt tugadi, marhamat. Nasiba opa, sizning javobingiz. Men javobim B javobi Eratosfen. Eratosfen. Sizning javobingiz? Javob Eratosfen. Birinchilardan bo'lib, geografiyaga asos solgan, fanga geografiya, kenglik, uzunlik tushunchalarini kiritgan olim sizlar aytganday B javob Eratosfen edi. Yana bir bor sizlarni tabriklayman va navbatdagi biologiya fanidan savollarni o'qiyman. Tulkiga uzun dum nima uchun kerak? A. Muvozanatini saqlash uchun, B. Tanasini himoya qilish uchun, C. Xavfli vaziyatni tez payqash uchun, D. Rul vazifasini o'tash uchun. O'ylash uchun vaqt ketdi. 10 soniya. Vaqt tugadi, marhamat. Nurbuva opa, sizning javobingiz. D javob rul vazifasini o'tash uchun. D javob rul vazifasini o'tash uchun. Sizning Men javobingiz? ham D javob rul Rul vazifasini o'tash uchun. Juda soz. Demak, tulkiga uzun dum nima uchun kerak? Rul vazifasini o'tash uchun. Javobingiz to'g'ri. Tabriklayman. Kimyo fanidan navbatdagi savol. Xona temperaturasida kislorod bilan faol reaksiyaga kirisha oladigan metal qaysi? A. Kumush, B. Qo'rg'oshin, C. Temir, D. Simon. Marhamat, o'ylash uchun vaqt ketdi. Vaqt tugadi, marhamat, javobingiz. C javob temir. C javob temir. Nasiba opa, Menda ham sizning C javob javobingiz ham temir. temir. Javoblarni qabul qilaman. Xona temperaturasida kislorod bilan faol reaksiyaga kirisha oladigan metal bu simob desam, sizlar xafa bo'lasizlar. Sizning javobingiz to'g'ri. Albatta temir. Tabriklayman. Navbatdagi savol tibbiyot fanidan. Ovqatlanishning qaysi davrida ajraladigan oshqozon suyuqligi ishtaha shirasi deyiladi? A. Ovqat tarkibidagi moddalar ta'sirida, B. Ovqat hidi ta'sirida va uni ko'rganda, C. Ovqatlanib bo'lgandan keyin, D. Ovqat oshqozonga tushgandan keyin. Marhamat, o'ylash uchun vaqt ketdi. Vaqt tugadi, marhamat. Nasiba opa, sizning javobingiz. Ishtaha shirasi deb ovqat hidi ta'sirida va uni ko'rganda aytiladi. Ovqat hidi ta'sirida va uni ko'rganda, ya'ni B javob. Qabul qilaman. Sizning javobingiz? B javob ovqat hidi ta'sirida va uni ko'rganda ishtaha shirasi deyiladi. Ovqatlanishning qaysi davrida ajraladigan oshqozon suyuqligi ishtaha shirasi deyiladi? Ovqat hidi ta'sirida va uni ko'rganda. B javob to'g'ri. Yana bir bor sizlarni tabriklayman. Navbatdagi savol huquqshunoslik fanidan. Huquqiy madaniyatning yuksak darajasining asosiy sharti nima? A. Ta'limning yuqori darajadaligi. B. O'z huquqining yuksak darajadaligi. C. Javobgarlikning yuksak darajadaligi. D. Qonunni buzganligi uchun javobgarlikdan qo'rqish. O'ylash uchun 10 soniya vaqt ketdi. Vaqt tugadi, marhamat. Nurbuva opa, sizning javobingiz. B o'z huquqining yuksak darajadaligi. Sizning javobingiz Nasiba opa? Ta'limning yuqori darajadaligi. Ta'limning yuqori darajadaligi, javob. ya'ni A javob. Shu javobda qat'iy qolasiz va javobni qabul qildim. Demak, huquqiy madaniyatning yuksak darajasining asosiy sharti bu o'z huquqining yuksak darajadaligi. Nurbuva opa, sizni tabriklaymiz bir ball bilan. Va so'nggi savol ekologiya fanidan. Atmosferaning eng xavfli ifloslanishi qaysi?
A. Sanoat korxonalaridan ifloslanish. B. Avtomobillardan ifloslanish. C. Kosmik fazolardan ifloslanish. D. Radioaktiv ifloslanish. O'ylash uchun 10 soniya vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Marhamat, Nurvo opa, javobingiz. D. Radioaktiv ifloslanish. Menda ham D. Radioaktiv ifloslanish. Radioaktiv ifloslanish. Atmosferaning eng xavfli ifloslanishi radioaktiv ifloslanish. Sizlarni yana bir bor tabriklayman. Savollar tugadi. Savollarga bergan javoblaringiz natijasini professor Diloromxon Bobojonova baholaydilar. Test savollari 7 balli sistemada baholanib boriladi. Demak, bugungi berilgan test savollariga javoblar quyidagicha bo'ldi. Kattaqo'rg'on guruhini himoya qilayotgan o'qituvchimiz Nurbuxon berilgan 10 ta savoldan 10 tasiga to'g'ri javob berdilar. Mirzacho'l guruhini himoya qilayotgan o'qituvchimiz Nasibaxon berilgan 10 ta savoldan 8 tasiga to'g'ri javob berdilar. Natijada to'g'ri javoblar to'liq to'g'ri javob bergan o'qituvchimiz Nurbuxonga 7 ball, Mirzacho'l guruhini himoya qilayotgan o'qituvchimiz Nasibaxonga esa 6 ball berishga qaror qildik. Musobaqa maydonida samarqandlik hamda jizzaxlik ustozlar. Tanlash navbati Kattaqo'rg'on guruhida. Marhamat, haqiqatxonada qaysi fan yoki shartni tanlaysizlar? Biz guruhimiz bilan kelishgan holda informatika fanini tanladik. Informatika fani. Demak, kim javob beradi? Begzodjon javob beradilar. Bizning guruhdan Nodiraxon javob beradilar. Javob berish o'rniga taklif qilaman. Bezod aka, mana siz aynan mana informatika fani o'qituvchisiz. Mana shu maydondan turib, bu fan yuzasidan qanday fikrlar aytgan bo'lardingiz? 21-asr axborot texnologiyalari asri. Shunday ekan biz yoshlar kompyuter vositalarini boshqarishni mukammal egallashimiz lozim. Bolajonlarimiz ham kompyuterning imkoniyatlarini, uni ishlashini o'z o'rnida o'rganishlari lozim. Ya'ni hozirgi kunda har xil o'yinlarga berilmasdan informatika fanini va uning yutuqlari haqida mukammal o'zlashtirib olishlarini istadim. Nodira opa, siz rus tili fani o'qituvchisiz, bugun informatika fanidan javob berasiz. Ikkala fanning ahamiyati haqida bizga gapirib bering. Men rus tili fanida dars o'tishda asosan ko'proq kompyuterdan foydalanaman. Hammani bugungi bayram bilan tabriklayman. Ana endi informatika fani yuzasidan bilimlaringizni amaliyot asosida sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Topshiriqni fizika matematika fanlari doktori professor Alisher Mamatov beradilar. Word matn muharririda o'qituvchi sharafli kasb mavzusida matn terasizlar. Bu matnni xotiraning D qismiga o'zlaringizni familiyalar nomida saqlaysizlar. Fayl nomida. Fayl nomida. So'ng demak qilgan vazifalaringizni gapirib berasizlar. Vaqt tugadi. Marhamat Alisher aka, demak, topshiriq natijalarini baholash uchun yana so'z sizga. Marhamat, matnni o'qib bersangiz. O'qituvchilik sharafli kasb. Muallim haqida so'zim ushbudir. Muallim kamolot ichra ko'zgudir. Muallim o'z qalb qo'lini, bilimini, mehrini o'z shogirdlariga beradi. Ilk bor maktabga kelgan o'quvchiga qo'liga qalam berib, unga ta'lim o'rgatadi. Keyingi ishtirokchimiz Begzodbek. O'qituvchilik sharafli kasb deb sarlavha qo'ydim va shunday she'r bilan boshladim. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar. Yurtsan deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Bu Po'lat Mo'minning she'ri edi. Endi o'zimning fikrlarimni bayon etsam, inson dunyoga kelar ekan, dastlab ona allasini eshitsa, maktabga qadam qo'yayotganda o'qituvchisidan, ustozidan, vatan,
ona kabi so'zlarini yuragida muhrlaydi. Ustozim, men sizga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Chunki siz dunyodagi eng aziz insonimsiz. Dunyoni lol qoldirgan allomalarni ham ustoz tarbiyalagan. Men bugungi bayram bilan ustoz muallimlarimni chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Qizimiz informatika bo'yicha bilimi yaxshiligi, bemalol kompyuterda ishlay olishligini ko'rsatdi va qisqagina mazmunli matnlar yozibdi. Bularni e'tiborga olib, bu qizimizga 4 ball berishga qaror qildik. Endi Kattaqo'rg'on guruh ishtirokchisi Bekzodbek o'zi informatika o'qituvchisi, albatta buni batafsil yaxshi biladi kompyuter sohasini va o'zini matnida ham she'rlar bilan chiroyli, demak, o'qituvchilarga ta'rif berilgan. Bularni e'tiborga olib, bu Bekzodbekga 5 ball berishga qaror qildik. Kattaqo'rg'on guruhi 12 ball to'pladi. Mirzacho'l guruhi esa 10 ball to'pladilar. Musobaqa maydonida Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabining Mirzacho'l hamda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabining Kattaqo'rg'on guruhlari. Fanni tanlash navbati Mirzacho'l guruhida. Marhamat, Sayyor opa. Endi pedagogik psixologiya fanidan topshiriqlarga javob bermoqchimiz. Kim javob beradi? Bu topshiriqqa Malduxon javob beradi. Sizlardan-chi, haqiqat qanday? Sizlardan Dilraboxon javob beradilar. Dilrabo opa, siz boshlang'ich ta'lim sinfi o'qituvchisiz. Bugun psixologiya, pedagogik psixologiya fanidan javob berasiz. Bu fanning o'zaro bog'liqligi qanday? Har bir o'qituvchi bolaning psixologiyasini tushunmasdan turib, uni bilmasdan turib, unga dars berish jarayonlarini menimcha unchalik darajada yaxshi olib bora olmasa kerak. Shuning uchun ham avvalambor biz o'quvchilarni, ularni xarakter jarayonlarini juda yaxshi o'rganib borishimiz kerak. Sizning fikringiz qanday? Psixologiya inson ruhiyatining rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadigan fan. Men ana shuning uchun boshlang'ich sinflarda dars berayotgan jarayonida psixologik testlardan, psixologik treninglardan foydalanaman. Bu albatta o'quvchilarning rivojlanish qonuniyatlarini o'rganishda menga juda ham katta yordam beradi. Men shu fursatdan foydalanib butun ustozlarni bugungi bayram bilan chin yurakdan qutlayman. Ularga mana shunday mashaqqatli kasblarida, har doim ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat. Sizlarni ham tabriklaymiz va albatta ko'tarinki kayfiyat qilib musobaqani davom ettiramiz. Demak, pedagogik psixologiya faniga oid tezkor savollarga javob berasizlar. Maktabning asosiy vazifasi nima? Barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish. To'g'ri. Tarbiyaning qanday turlari bor? Axloqiy tarbiya, estetik nafosat tarbiyasi, aqliy tarbiya hamda badan tarbiyasi turlari bor. Javobingiz to'liq va to'g'ri. Dars nima? Dars o'qituvchi va o'quvchi orasidagi mashg'ulot. Ya'ni o'qituvchi bilan o'qituvchi va o'quvchi orasidagi hamkorlik. Hamkorlikdagi ishi. Javobingizni to'g'ri deb qabul qilamiz. Demak, dars tipi nechta? Dars tipi 5 ta. Bular bilim hosil qiluvchi, ko'nikma va malaka hosil qiluvchi, mustahkamlovchi, sinovchi hamda aralash tiplar. Darsning rivojlantiruvchi maqsadi nima? Demak, darsning rivojlantiruvchi maqsadi shaxsiy psixologik xususiyatlarni rivojlantirish. Shaxs nima? Shaxs bu ongi rivojlanib dunyoni bilayotgan odam bu shaxs. Javobingiz to'g'ri. Darsning qanday tahlil turlari bor? Darsning ilmiy, pedagogik, psixologik, metodik hamda didaktik tahlil turlari bor. Javobingiz to'g'ri. Yana bir ballni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklaymiz. Insonning ko'nikma va malaka hosil qilish, bilish faoliyatiga nima deyiladi? Ta'lim deyiladi. Ta'lim deyiladi. Javobingiz to'g'ri. Ilmiy pedagogik texnologiyaning bosh tamoyili nimadan iborat? O'qitish emas, o'qishni o'rgatishdan iborat. Innovatsiya deganda nimani tushuniladi? Yangilikni isloh qilish tushuniladi. Javobingiz to'g'ri. Demak, endi savollar sizga. Demak, tayyor bo'lsangiz o'qishni boshlayman. Psixologiyaning qanday bo'limlari bor? Yoshlar psixologiyasi, umumiy psixologiya, etnik psixologiya, didaktik psixologiya, psixologik pedagogika. Javobingiz to'g'ri. Defektologiya qanday soha? Nuqsonlarni o'rganuvchi soha. To'g'ri. Etnopsixologiyachi?
Milliy xususiyatlarni o'rganuvchi soha. Qobiliyatning yuksak darajasi nima? Iste'dod. Qoyil. Hissiyotning qanday turlari bor? Ijobiy va salbiy turlari bor. Test so'zining ma'nosi nima? Tajriba orqali sinovdan o'tkazish. Javobingiz to'g'ri. Diqqatning nechta turi bor? 3 ta. Ixtiyoriy, ixtiyorsiz va ixtiyoriydan keyingi. Qanday mijoz turlari bor? Xolerik, sanguinik, flegmatik, melanxolik. Yana bir savolga to'g'ri javob berdingiz. Empatiya nima? Keyingisi. Odamning g'am tashvishiga, shodligiga sherik bo'lish. Tafakkur deganda nima tushuniladi? O'ylash, fikrlash va xulosa chiqarish. Tushuniladi. Rahmat. Pedagogik psixologiya fani yuzasidan bergan javoblaringiz natijalarini O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev e'lon qiladilar. Kattaqo'rg'onni himoya qilayotgan qizimiz pedagog psixologiyadan berilgan 10 ta savoldan 6 tasiga to'g'ri javob qaytardi. Mirzacho'lni himoya qilayotgan qizimiz 10 ta savoldan 8 tasiga to'g'ri javob qaytardi. Va maslahatlashib ballarni quyidagicha belgiladik. Kattaqo'rg'onga 5 ball, Mirzacho'l guruhiga 7 ball qo'yishga qaror qildik. Guruhlarning ballari teppa-teng bo'ldi. Demak, 17 ga 17. Musobaqa maydonida Samarqand hamda Jizzax viloyati o'qituvchilaridan tuzilgan guruhlar. Tanlash navbati Kattaqo'rg'on guruhida. Biz guruhimiz bilan kelishgan holda bosh qotirma. Kim javob beradi? Qodirov Davruz, tarix fani o'qituvchisi. Sizlardan-chi? Bu shartda bizning guruhimizni Feruzaxon himoya qiladilar. Demak, oldilaringizdagi kompyuter ekranida bosh qotirma berilgan. Uning vertikal yo'nalishdagi kataklarga ustoz so'zi yozilgan. Sizlar gorizontal yo'nalishdagi bo'sh kataklarga O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan o'qituvchi pedagoglardan 5 tasining ism sharifini aniq va imlo xatolarsiz yozib chiqsalaringiz, shartni to'g'ri bajargan bo'lasizlar. Vaqt tugadi. Marhamat, Kattaqo'rg'on guruhi qatnashchisi Navruz aka, javobingiz. Ushbu bosh xotirmada O'zbekiston qahramonlari ismini topish kerak edi. Birinchi javobim quyidagicha: Manzura Madaliyeva. Ikkinchi javobim Vera Borisovna Pak. Uchinchi javobim Mavluda Ismatova. To'rtinchi javobim Anora Mahmudova. Beshinchi javobim Marat Zokirov. Marhamat, Feruza opa, sizning javobingiz. Qo'qonlik O'zbekiston qahramoni Manzura Madaliyevani ismi shariflarini yozdim. Ikkinchi qatoriga Xorazmning Xiva shahridan Vera Borisovna Pak 20-mehribonlik uyi maktab mehribonlik uyi direktorining familiyalarini yozdim. 3-qatorga Mavluda Ismatova Toshkentlik, 4-qatorga Anora Mahmudova, 5-qatorga o'zimizni Jizzaxlik Marat Zokirovlarni, O'zbekiston qahramonlarining ism shariflarini yozdik. Ushbu shart natijalarini professor Alisher Mamatov e'lon qiladilar. Demak, bu bosh qotirmani ikkala guruh ishtirokchilari ham to'g'ri javob qaytarishdi. 5 ta ustoz O'zbekiston qahramonlarini sanab o'tishdi. Shuni inobatga olib, ikkala guruhga ham 5 ball berishga qaror qildik. Umumiy baholar 22-22, ikkala guruh ham barobar ketyapti. Musobaqa maydonida Mirzacho'l hamda Kattaqo'rg'on guruhlari tanlash navbati Mirzacho'l guruhida. Marhamat, Sayyoraxon opa, siz qaysi fan yoki topshiriqni tanlaysizlar? Biz guruhimizdan kelishgan holda Bahriboy shartini tanlashga qaror qildik. Kim chiqadi bu shart bo'yicha? Bu shartda o'zim ishtirok etaman. Juda soz. Sizlardan-chi, Haqiqatxon opa? Demak, o'zingiz chiqasiz. Demak, javob berish o'rniga sizlarni taklif etaman. Guruh sardorlari. Marhamat. Bahribayt arabcha bahr va bayt so'zlaridan olingan bo'lib, ikki misra she'r degan ma'noni bildiradi. Unda asosan she'riy aytishuv musobaqasi o'tkaziladi. Musobaqa shartiga ko'ra tomonlardan biri musobaqadoshiga bir band, ya'ni ikki misra she'r aytadi.
Musobaqadoshi esa shu she'rning oxirgi tovushidan boshlanadigan she'riy band bilan javob qaytaradi. Aytishuv tomonlardan biri yutqazguncha davom etadi. Bir marta aytilgan she'r esa qayta takrorlanmasligi kerak. Demak, hozir sizlar bilan Bahru bayt, ya'ni she'riy aytishuv musobaqasini o'tkazamiz. Sayyoraxon opa, siz boshlab berasiz. Marhamat. Lolazor qirlarda chopa bilmasman. Axir bu men uchun armon emasmi? Bolalik yillarim topa bilmasman. Axir bu men uchun armon emasmi? Insonda qanot yo'q, achinmang bunga. Zotan unga yurak sabot berilgan. Qushdachi yurak yo'q, shuning uchun unga qochib qolmoq uchun qanot berilgan. Zotlar o'tdilar vatandan ayro. Sevinchi savdoyu sog'inchi sahro, ko'ksimni to'ldirib keldi bir daryo. Vatan qolar ekan, vatan abadiy. Yillar yillardek shoshar, to'xtamas bir on. Bugun irmoqlarimiz, erta toshqin soy. Mayli soch oqarsin, qad bo'lsin kamon. Lik baxtni, do'stlikni biz bermaylik boy. Yillar umrimizga qilarmi shafqat? Biror ish bormikin aylagali yod? Qayta tiklash mumkin barchasini faqat, qayta tiklanmagay o'chsa xotirot. Tuzalmaydi dardim meni, o'lsam kerak. Tuproq bilan og'a-ini bo'lsam kerak. O'lim nima? U ham bitta sayr onam. O'g'ling qaro yerga ketdi, xayr ona. Ayb emas avvali va yosoniymiz. Avvalchi insonmiz, vali foniymiz. Ushbu kun barchamiz Turkistoniymiz. Vatan qolar ekan, vatan abadiy. Yo'llarimga intizor turgan siz emasmi o'shal onajon? Ko'zlarimga mayus boqib turgan siz emasmi o'shal onajon? Namangan shahridan do'stlarmaning yoronlarim keldi. Ato birla anomni bilguvchi mehmonlarim keldi. Alarning xok poyin ko'zimga to't yoqilsam, charog'imni munavvar etguvchi xoqonlarim keldi. Istiqlolga talpinadi jajji yurak, ozodlikdan tug'iladi oydin tilak. Vatan uchun, millat uchun sizlar kerak. Istiqlolga tengdosh bo'lgan bolalar, el ko'ksida charaqlagan lolalar. Ruju qilmadilar Hazrat payg'ambar, yuksak saroyga yu oltindan taxtga, qaygadir toliqib qilganda safar, suyanib dam oldi bir tup daraxtga. Amu bilan sirdan suv ichgan, zarafshoni loylatib kechgan, chavandozlar bordir bu elda, bahor chog'i pishqirgan selda. Asta barg to'kmoqda zarxal og'ochlar, umr go'yo to'lar boju xirojlar, kelib ketar ekan qancha sirojlar, vatan qolar ekan, vatan abadiy. Qizlarimizning she'riy bahsini qarsak bilan tugatdik. Bular o'zlari olib kelgan she'rni bugungi adabiyotimizdan, mumtoz adabiyotimizdan juda katta zaxira olib kelganlarini va juda ko'p klassik adabiyotimizning namunalarini olib kelganlar sezilib turibdi. Shuning uchun ham har ikki tomonga 5 balldan belgilashga qaror qildik. Umumiy ballarimiz quyidagicha 27 yu 27. Mana monitor ekranida ikkita fan qoldi. Tanlash imkoniyati esa Kattaqo'rg'on guruhida. Qaysi fanni tanlaysizlar? Kimyo fanni tanlaymiz. Musobaqa qoidasiga ko'ra guruhlar bir fanni guruh bilan maslahatlashgan holda javob berishlari kerak edi. Sizlar kimyo fannini tanladingiz. Demak, bunga guruh bilan maslahatlashib javob berasizlar. Savolni esa professor Tuyg'un Boboyev beradilar. Hurmatli musobaqadoshlar. Mana shu oxirgi turga kelguncha nihoyatda bir-biringizga so'z bermasdan baravar bellashib kelyapsiz. O'ylaymanki, kimyodan beriladigan oddiy savolga ham ikkala guruh juda to'g'ri javob beradi. Beriladigan savol juda oddiy. Shunda bir element bor. Kimyoviy element. Mana shu kimyoviy elementning oddiy bir ko'rinishidagi holatini oltindan qimmat narxda pulga sotib olinadi. Ikkinchi ko'rinishi bor. Ayni shu elementni o'zi. Lekin uni uydan chiqarib tashlanadi. Bu qaysi element? Va
chiqarib tashlanadigan va sotib olinadigan moddalarning nomlarini aytib bering. O'ylash uchun sizlarga 2 daqiqa vaqt beriladi. Modda bitta vodorod, kislorod. Osh tuzimi. Osh tuzi. Guli. Oltindan qimmat deyapti. Olmos. Yo'q, qarama. Uglerod shu. Uglerod nima bu? Men ko'mirni kulni olib chiqib tashlaydi o'ylayman. Yo'qsa oltindan olmos qimmatmi? Uglerodning formulasi bir xilsi, albatta shakl ko'rinishida olmos. Lekin o'sha Vaqt tugadi. Yozgan javoblaringizni hakamlarga topshirasiz va javobingizni eshitamiz. Bu elementimiz uglerod elementi bo'lib, oltindan qimmat olmos va tashqariga chiqarib tashladiganimiz uydan qurum. Mirzacho'l guruhining javobi? Biz ham guruhimiz bilan kelishgan holda uglerod elementini belgiladik. Olmos, demak, uni allotrof shakl ko'rinishi olmos oltindan qimmat, chiqarib tashlanadigan qurum. Bularning farqi, ularda tuzilishida uglerod atomlari yotadi, lekin turli xil joylashishiga qarab oltindan qimmat olmos va o'sha allotrof shakl ko'rinishlari hisoblanib, kul holatida namoyon bo'ladi. To'g'ri javobni professor Tuyg'un Boboyev aytadilar. Kattaqo'rg'on guruhini himoya qilayotgan singlimiz juda to'g'ri javob berdilar. Ikkinchi singlimiz Mirzacho'l guruhini himoya qilayotgan singlimiz mana bu yerda javob to'g'ri. Demak, ikkala guruhga 5 balldan berishga qaror qildik. Umumiy ballar 32 yu 32. Yana bir bor barcha ustozlarni kasb bayramlari bilan chin dildan muborakbod etamiz va kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Omon bo'linglar.